Bolalar hammaga salom. Hozir mana men sizlarga 906 ni yangi chiqqan variantini sizlarga ko'rsatib o'taman. Bolalar nimasi bo'ladi? Oldin menda qo'p chiqayotgan Magikarlar hozir mana yangicha bo'lib ko'rayotgan bo'lsanglar, korobkani dizayni ham boshqa. O'sha Magicar o'sha premium modeli bo'ladi. Hozir men sizlarga qanaqa sifatligini bitta sizlarga keltirib videosini olib beraman bolalar. Bu Magicarimiz o'sha arzoncha Magicarimiz bo'ladi. O'sha ko'pchilik biladi. Buni o'sha $80 sotamiz. Bu premium o'sha qilib beramiz, $110 qilib beramiz. Nimaga bolalar farqida narxi o'ynashini men sizlarga sifatida keltirib bera olaman. Hozir mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hamma narsasini tayyorlab qo'yganmiz. O'sha fon ichida bloklari, antena, keyin mana bu yerda o'sha arzoncha variantini. Birinchi o'chatda bolalar o'sha pagerdan ajratsangiz bo'ladi. Hozir sizlarga yonma-yon qo'yib ko'rsatamiz. Mana bu yoq o'sha ko'rayotgan bo'lsanglar, chap tarafli arzoni, o'ng tarafli qimmati bo'ladi. Mana sizlarga bitta yaqinroq obzor qilib ko'rsatib beraman. Bolalar, ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu auto security deb yozilgan joyga bitta yaxshilab ahamiyat bersanglar, mana tinno qilib yozilgan. Bu yerda bo'lsa, ko'rayotgan bo'lsanglar, sal mutniroq chiqarilgan. O'sha pagerda ham nimasi bo'ladi? Ancha farqi bor. Hozirligi bittalab yana qolgan joylarini tushuntiradigan bo'lsam, ancha vaqt ketadi. Keyin bolalar mana ko'pchiligida antennalari ketib qolishi mumkin, keyin bloklar ketib qolishi mumkin. Mana blokida ham даже sizlarga yonma-yon ko'rsatamiz. Qanaqaligini bitta o'zingiz tushunib olsanglar ham bo'ladi bolalar. Endi bu videoni klientlar uncha-munchaga tushunmasa ham, klientlar bizdan o'sha xarid qilib ustasiga olib borsam, usta ishlatib yurgan, Magicar qo'yib yurgan bolalar bittada farqlaydi bu narsani. Mana o'sha arzonchisi qanaqaligini, orqadagi даже yozuvlarida ham farqi bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ancha farqi bor. Keyin mana buni ham o'sha orqasidagi даже nakleykasidagi o'sha hammasini sifatida shuni ajratib turadi. Даже men bu shok sensori bunga ham ahamiyat beringlar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, tinni yozilgan. Bolalar, qarochi endi hammasini men sizlarga video qilib tushuntiradigan bo'lsam, ancha vaqt ketadi. Даже ichidagi simlariga keladigan bo'lsa, simlarda ham ancha farqi bor. Keyin даже mana bu bolachasida ham. Shuning uchun farqi shu sifatida narxiga o'ynayapti. Kimga qiziq bo'lsa, agar kim mana shu Magicar 906 yoqadigan bo'lsa, o'sha mana shu premiumni maslahat beraman. Chunki nimaga maslahat berayotganim, shuncha klientlarga taqib berdi, hali uyaltirgani yo'q, sifatiga to'g'risi gap bo'lishi mumkin emas. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilinglar. Shu hafta tuning kelsanglar, sizlarga ham chiroyli qilib uстановкасы bilan qilib beramiz. Xudo xolisa, Magicarimizga gap yo'q. Shuncha klientlarga qo'yib berdik, hali qaytib kelishmadi. Даже mana orqasidagi shishasigacha farqi bor ekan bolalar. Qarochi hamma narsasi farqi bor. Endi o'sha puliga yarasha ozgina qimmatroq, bunisi bo'lsa o'sha byudjetli variant qilib chiqarilgan. O'sha variant bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, xudo xolisa kelsanglar, o'zingizlar ko'zinglar bilan ham ko'rsanglar bo'lib olasizlar bolalar. Hammaga xayr. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'sha premium kim bilsa, maqtab beramiz, ili like bosamiz bolalar. Hammaga xayr. Bolalar, hammaga salom. Hozir mana bolalar Yelena Smercha 400 wattligini bolalar Malibu ki qo'yamiz. Mana Koreyalik ustalar maza qilib qo'yadi bu serenani, chunki bolalar va shu bomba serena bo'ladi. Bolalar mana Malibu 2 juda jiddiy okamizga qo'yib beramiz. Mashina polностью beton bolalar. Takoy qilishdan qora Malibularga va shu zo'r yarashadi mana seren. Bola bu serena Xitoy serenalaridan ancha buncha aqlli, keyin o'zi ham boshqa bo'lib ajralib turadi. Xudo xolisa takoy ikkita karneyligi vashi bomba chiqaradi. Mana shu Malibu 2 da ayniqsa bolalar, shu ko'rayotgan bo'lsangiz, dokumentlari Yelena Smerch originali bolalar. Shu ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma narsasi instruksiyalarni yozib qo'ygan. Mana blokimizning o'zi 400 wattligi massa bolalar. Shu karnegini ko'rsatamiz bolalar. Bolalar, o'sha bitta zo'rsilarga taklif Yelena Smerch. Mana shu ko'pchilik qo'ysa, mana narsasini tashlab yormaydi. Bu narsasini bekorga bermagan, mana ustiga taqib qo'yiladi. Nimagaki orasiga musa kirmasligi uchun mana shundoq ustiga qo'yilib turib, karta tushib ketdi bolalar. Ustiga qo'yilib turib, boylab qo'yish shart.
biz instruksiyasini o'qib chiqqanmiz, o'sha narsa uchun berilgan ekan. Bu narsasi bilsanglar pashsha mashina kirib ketmasligi uchun, ko'pchilik taka ustiga qirilmasligi uchun qo'yib qo'yilgan deb tashlab yuboradi. Bu unaqa emas, kerakli narsa ekan. Takoy 380 ismlari ikkiga mana bola eng menga yoqadigani Ruperti bo'ladi. O'sha Rupertini ko'rayotgan bo'lsanglar, vashi juda ham jiddiy Rupert. Haqiqatdan zo'r. Bola mana bu yerda funksiyalari bor. Funksiyalari vashi zo'r ishlaydi. Mikrofonlari vashi gap bo'lishi mumkin emas. Ichida mana chiqadigan narsalari takoy mashinani tartibga o'stirib qo'yadigan magnitni anaqasi, temiri. Haqiqatdan zo'r. Mana hozir koreyalik usta bilan vashi haqiqatdan bomba qilib qo'yib berishadi. Xudo xolasa bitta sizlarga bitgandan keyin o'zimizga video qilib yana bitta joylashtiramiz. Xudo xolasa kimga bola serozning uslitel kerak, uslitel bola serozning seriyani kerak bo'lsa, mana shu Yelena Smet ikkita kadniyligini men sizlarga maslahat beraman. Haqiqatdan bomba bola chiqarishi vashi gap bo'lishi mumkin emas. Bola o'sha shuncha seriyalar taqishadi, lekin bunga yetadigani yo'q. Shu Yelena bo'ladi. Takoy jiddiysi. Rossiyskiy mahsulot. Hamma narsasi to'g'risi nima bo'ladi, o'sha Rossiyadagi okalarimiz ishlab chiqarishgan, hammasi zo'r, baqvat qilib ishlangan. Haqiqatdan zo'r. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, mana shu jarayonlar ketyapti. Hozir bangillatib mana shu 1 soat qo'yib berishadi bola. Kimga qiziq bo'lsa, kimga shunaqa serozli seriyalar kerak bo'lsa, telefon qilamiz. Kelsanglar, mashina qilib qo'yib beramiz bola. Hammaga xayr. Bola, hammaga salom. Hozir men sizlarga Xrom bo'yicha bitta zo'r narxlarni aytib o'tmoqchiman bola. Kimga qiziq bo'lsa, mana bola ruchka bilan mana bu pishalka joyini ikkalasini bola kimga qiziq bo'lsa $25 qilib beramiz. Ruchka plus pishalka joyi. Vashi super narx. Ikkinchi siklopodionik ko'rayotgan bo'lsanglar, xromni bola sifatlisi bo'ladi. Bu arzon xrom ishlatadi, shuning uchun arzon deydiganlar xato qiladi. Bu o'sha sifatlisi, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'rtasi slipovka, chetlari o'sha ko'rayotgan bo'lsanglar nikkel oyna qilib qilingan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, takoy aylana slipovkali siklopodionik knopkalarni bo'lsa bolalar $25 qilib beramiz. Polniy komplektini и mana bu bagaj knopkasini bo'lsa 70 ming so'm qilib beramiz. Bu ham vashi zo'r chiqqan bolalar. Ikki pechka xrom bolalar $40. Shu polniy. Ikki mana bu chasti joylarini, o'sha detalini, donasini bolalar 60 ming so'mdan qilib beramiz. 60 ming bunisi ham 60 ming. Avariyniy knopka ham 60 ming so'm. Bola vashi bomba narx. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar. O'sha xromi haqiqatdan zo'r bo'ladi. Hozirga bitta yaqindan olib ko'rsaman, ko'pchilik bularda sifat pastroq, o'shaning uchun arzon tushyapti. Unaqa emas. Buni pechkani yaqindan olib beraman. Yonayotgan diodlari ham bir xil, shlipovkalari ham bir xil chiqqan. Vashi chotki. Ikkala ruchkalarni olib beraman. Ikkala pishalka joylardan ko'rayotgan bo'lsanglar, vashi chotki siklopodionik knopkalarimiz и bagajniy knopka bolalar. И avariyniy knopkasi. Vashi chotki, kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, bunaqa narx topishinglar qiyin bolalar. Xudo xolasa kelsanglar, sizlarni ham mashinaga masalan chiroyli chotki qilib beramiz bolalar. И kimda inomarka mashinasi bo'lsa, shu xrom knopkalarni shu xrom bo'lmasa, xrom arzon narxlarda qilib beramiz. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar. Xo'sh, hammaga salom. Hozir mana bizda shu Equinox mashinasi. Shu ko'rayotgan bo'lsanglar bolalar, o'zida farasi bilsanglar gazli chiqadi, gazli led bo'lib chiqqan. Pastda mana bu shu garmdorisi deyiladi. Bunisi oddiy svet отражающий bo'ladi bolalar. Pastini ham mana bunaqa shu led qo'yib beramiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, shu yonishi dizayni mana ramka bo'lib yonadi. Hozir mana ashga qo'yiladi. Vashi derski chiqadi, chunki nima desanglar, o'zining farasi led bo'lganligi uchun pasti bilan yonadigan bo'lsa, vashi derski turadi. Ikkinchi bo'li shu Equinox'ni manuallar led, pasti led qilyapti. Manual bo'lsa sarul lampochka bo'lib qo'ygan. Mana shu ham oq diod qo'yib beramiz. Diodni terib beramiz bolalar. O'shanda konkretniy shu nima bo'ladi, 2S BMW, 2 larda bilsanglar oq yonadi, xuddi shunaqa bo'lib turadi. Pasti led, tepasi led и bunisi ham shu diod led bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa telefon
Mana bolalar biz bu jo'ntaramizni полностью izolyatsiyaga olib qo'yganmiz. Ko'rib turganinglardek mana 4 ta eshik, pol, tarpetka полностью qilinyapti bu. Qilinayotgan materiallardan aytib o'taman. STP, GB. Keyin mana qo'liga ko'rib turganinglardek STP bolt. Полный mana обшивка namligiga qo'yilgandan keyin taqqa tuproq qilinmaydigan qilib cho'tka qilinyapti. Bagajlarigacha полностью bo'lgan. Даже mana orqa krылolarigacha bo'lgan. STP mana GB ko'rib turganinglardek STP GB. Yaxshi materialdan qilganmiz. Hali buni обшивкалari ham bor. Полный потолоклari bilan bor. Tartibli hammasi. Agarda kimga kerak bo'lsa telefon qilsanglar, bemalol kelishtirib, shoyi qilib, akkuratni sifatli qilib beramiz. Hali buni qilinadigan ishlari juda ko'p. Uspet qolay degan maqsadda videoga oldim. Полный ismlari o'ralgan ko'rib turganinglardek. O'zini materiali qanaqa bo'lsa, shunaqa materialdan o'ralgan. Hali bular yana o'raladi. Hali tartibkalari полностью bo'ladi. Bu xolos uspet qilsa yana videoga olamiz. Bemalol kelib tashlab ketsanglar bo'ladi. Hozir mana karantinda mashina haydasam unaqa ko'p vazmosh bo'layotgani yo'q. Bemalol tashlab ketsanglar 2-3 kunda cho'tka qilib, boshlanmasdan akkuratni qilib, sifatli qilib beramiz. Xohlasanglar 4 ta eshik tarpetga qilib beramiz. Xohlasanglar полностью mashina tashlab ketsanglar chop qilib beramiz. Ishimizga javob, xudo xolasa. Bu полный bo'lyapti. Oldi ikkita krылоsi, kapot, tarpetka hamma yog'i bo'lyapti. Agarda kimga kerak bo'lsa telefon qilinglar. Cho'tka qilib beramiz sizlarga. Garantiyalari bor. Work hard, play hard.